Jannatga birinchi bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam keladi. Imom Muslimdan keltiriladi. Rasululloh aytadilar: "Birinchi bo'lib jannat eshigini qoquvchi menman." Rasululloh borib qoqadi eshigini. Jannat eshigiga kelaman, uni ochilishini talab qilaman. Jannat eshigining qo'riqchisi kim edi? Uning qo'riqchisi siz kimsiz deydi. Rasululloh Muhammadman deydi. U aytadi: "Sizdan avval boshqa hech kimga ochmaslikka buyurilganman." Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoqadi eshigini. Sahih hadislarda keltiriladi, anbiyolardan keyin birinchi bo'lib jannatga kiradigan oddiy inson Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Qarang, payg'ambar emas u kishi. Lekin payg'ambarimiz aytganlar: "Vallohi ma watiyal arda khayrun ba'dal anbiya min Abi Bakr Siddiq." Aw kama qala Rasululloh. Allohga qasam, payg'ambarlardan keyin yerni bosgan eng afzal inson, payg'ambarlardan keyin o'rniga turadigan eng afzal inson Abu Bakr Siddiq dedi. Qarang, badavlat odam bo'lgan shu kishi. Badavlat odam bo'lgan. Davlati jannatga birinchi bo'lib kirishidan to'smadi, aksincha yordam berdi. U kishilarning davlati qo'lida bo'lgan, qalbida bo'lmagan. Moli dunyosini Alloh rozi bo'ladigan yo'lda sarf qilgan, qullar ozod qilgan, nafaqalar qilgan. Ular molini o'zini xizmatiga solgan, dinini xizmatiga solgan, molini xizmatkori bo'lib qolmaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilarning surati haqida shunday dedilar. Buxoriydan bu hadis. Jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilarning suratlari Badr kechasidagi to'lin oyning suratiga o'xshaydi. Oy to'lganini ko'rasizlar-a? Qanaqa chiroyli bo'ladi. Qanaqa bir ajralib turadi. Ular jannatni tupurmaydilar, najosat chiqarmaydilar. Ichadigan idishlari oltindan, taroqlari oltin va kumushdan, ulardan oqqan terlari mushki ambarni hidi bo'ladi. Ya Alloh, terlasang xushbo hid kelsa. Bu qanday bir marhamat, qanday bir ne'mat. Ularning har birini ikkitadan ayoli bo'lajak. Ularning ayollarining sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Olmaydi. Aql bovar qilmaydi. Qanday qilib iligi ko'rinib turadi sonidan. Payg'ambar alayhisalom aytdimi? Qur'onda aytilindimi? Tamom. Bizni aqlimiz yetishi shart emas, birodarlar. Endi qiziq chiqyaptimi? Ularning oralarida, jannatiylarning oralarida ixtilof va guna-kudurat bo'lmaydi. O'zichi atrofingizdagi odamlarga nisbatan qalbingizda birortasi